Bugun sizlar bilan Pastorxondagi eng arzon va sifatli darvozalarning narxini obzor qilib chiqamiz. Nimaga arzonligini esa akamiz o'zidan hozir ma'lumot olamiz. Aka, nima uchun arzon darvozalarimiz? Darvozalarimiz chunki deganda metal mahsulotlarni optim qilmay zavoddan olib chiqaramiz. Keyin bu ishlab chiqarish bo'yicha ham polni o'zimiz ishlaymiz. Hali bunaqa darajadagi mustahkam va qalin darvozalar ko'rmaganman aka. Hali ichki darvozalar ko'rib turibman aka. Bu men uchun qayerga aka bu darvozalar? Bu darvozamiz Charxinga. Charxinga? Unisi o'zimizni ittifoq qishloqi. Borib o'lchab, ustanovka qilish hammasi ichida. Aka, bu darvozalar narxi qanday endi? Bu darvozalarimiz o'tgan safargi videoda ham aytib o'tganmiz. 580 ming so'mdan 750 ming so'mgacha variantlari bor. Xohlagan variantlarida hamyon bo'lib qilib beraveramiz, yaxshi materiallardan. Bundan tashqari akamizda mana bunaqa kachlovlar mavjud ekan. Agar sizga yotadigan variant kerak bo'ladigan bo'lsa, mana xohlasangiz 2 kishi yotib dam oladigan variant ham mavjud ekan. Xullas og'aylar, eng qizig'i yozgi tarchanga ketadigan mana bunaqa kravatlarga nima etsin? Sizlarni Pastorxonlik obunachilarimiz uchun yana ham kelishtiriladigan joyi bor ekan og'aylar. Bemalol murojaat qilaverasiz, pastga nomer qoldirib qo'yaman. Manzilda